Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 20-may chorshanba 2026-yil. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu kiyimlarni hammasi donaga ham sotiladi. Bir xillar bor. Men pachka sotaman dedi. Pachkaga ham sotiladi, donaga ham sotiladi. Shunaqami aka? Donagacha qo'shiladi-da endi. Donaga 5 ming, 10 ming qimmat bo'ladi. Endi holatiga, razmeriga qaraladi-da. Bular necha pul bo'lyapti? Bular 65 ming aka. To'xtang. Mana shu birinchidan boshlanadi. Qayergacha 65 ming? Mana shu yergacha 65 ming. Mana bu joyigacha 65 ming so'm ekan. Bu pachka narxiga, pachka narxiga 65 ming so'mdan mana shu joydan boshlab mana shu joygacha. Razmerlari nechtalik? 54 gacha razmerlari. Nechidan? 48 48 dan 54 gacha razmer. Materiali nima bulardi? Materiali ishdan bo'ladi, toza. Selen bo'ladi, selen ishdan bo'ladi. Yaxshi. Ular keng. Selen shtampil ekan. Bular aka. Endi bundan bag'i necha pul? Bag'i 65 ming uzun, katta. Mana shu oldinimda to'g'rilab yuboring. Bo'ldi mana. Qancha bu? 75 ming bu Cupra material. Bunisi Cupra ekan, 75 ming so'm pachka narxiga. Zakaslar bor. Bu ko'ylakda o'zimi yo nimasi? Ko'ylak lozimmi? Mana ko'ylak lozim ekan. Bular hammasi ko'ylak lozim mana. Cupradan bozorga chiqmay ko'p qolyapti uydan. Xo'p, yaxshi. Bular mana oldimdan qarang. Bular necha pul mana shu birinchidan boshlanadi? 65 ming. Bular material toza, yuksaga turganda. 65 ming so'm ekan. Mana shu 3 ta rasvetka. Bular rasvetkalar. Bular necha pul? Bular 65 ming. Bular ham 65 ming so'mdan. Pachka narxiga. Razmeri qanaqa bo'lyapti endi? Razmeri 58 gacha. 48 danmi? Yo'q, 54 dan. 54 dan 58 gacha razmer ekan. Bu tomonchi. Bular kaymarilar 60 ming minat. Materiali kaymari? Kaymari. Noyob nomlar topib keladi. Bularchi? Bular toza ishtanbul, Istanbul degan ishtanbuldan bular 75 ming. Bular 75 ming so'mdan ekan mana shtampillar ekan mana. Toza yangi gullar. Pachka narxiga yangi gullari mana. Mana kaymarini ham ko'rsatib qo'ying mana. Bular necha pul dedingiz? Bular 60 ming minat pachka. 60 ming so'm qilib berishar ekan pachkaga-da bularda. Ishtonda, ochiq bozordagida yo'q. Ishtonida ovi bor ekan. Shu ovi boridan anglar, uncha-munchaga yirtilmaydi-da. Shuning uchun qo'yiladi-da u. Boshqa narsaga qo'yilmaydi mana. Bozor bo'yicha shu bitta nominalni shu ovi bor. Bo'ldi. Mana bag'da ham mana narsalar, o'sha kiyimlar. Bular necha pul? Shuni ko'rsatganlarimizni rasvetkalarmi? 55 ming. Oli tugmali. Bunisi-chi? Buni rasvetkasi 75 ming. Xo'p, pulchi? Bular 65 ming. Buni ham yangilik, men 55 ming. Ham standart bo'ladi. Endi pachkaga etildi hozirgi narxlar. Endi donaga olmoqchi bo'lsalaring, necha pul qimmat? 5 ming. Shu 5 ming, 10 ming razmeriga qarab ketaveradi. Rasa bo'lsa donaga olmoqchi bo'lsalaring 10 ming so'm qimmat bo'ladi. Telefon nomeringiz nechi? 90lik. 90lik 851 851 6022. 6022 ga aloqaga chiqaverasizlar kunduzi. Ko'taramiz,